Bemorimiz bizda ancha yillardan beri davolanib keladi. Hajiyeva Xolida opa qon bosimlari oshib turadi. Keyin bo'yinlarida grizalari bor, doim qo'llariga ikkilamchi og'riq bilan keladi. Bu safargi tashriflarida o'tqop dimlanishi, teridagi toshmalar, ko'ngil aynish, bosh aylanish, bosh og'riq bilan kelganlar. Hozir mana bugun 3-kunlari davo reja bo'yicha qilinyapti. Bir qator diagnostika laborator analizlaridan keyin bemorimizga Kohranskiy xolesistit qo'zish davri, o'tqop dimlanishi, yog'li gepatoz, qon bosimlarini simptomatik arterial gipertenziya tashxisi bilan davolanishni boshladik. 3-kuni mana bugun ko'rsatkichlaringiz yaxshi. Davleniyalari normada, bosh aylanish kamaygan. Bemorimizni baribir yotganlari davomida bitta a'zoga emas, barcha a'zolarga qaraymiz, chunki har qanaqa a'zolar bir-biriga uzviy bog'liq, kompleks davo qilishimiz kerak. Bir qator tor mutaxassislardan o'tgan holda lecheniya davom ettiramiz. Kurs lecheniyamiz 10 kunlik. 10 kun davomida Xudo xolisa hamma shikoyatlarni bartaraf qilamiz. Bemorimiz o'zlari Chinoz shahridan kelganlar, o'zlari ham gapirib beradilar hozir. Chinoz tumanidan keldim. Shu og'riq bilan o'tqopim, bez taqalarida, astroxondrozim bez taqalarida. Bu klinikada bitta doktor emas, hamma doktorlar barobar davolashyapti. Shu tarafi rosa yoqdi menga. 2 kun 3 kun ichida natijasini ko'rdim. Yaxshiman, Xudoga shukr.